Da, rostdan ham bu yerda quduqsiz bu yer juda g'alati ko'rinib qolarkan. Ekinlarga ham suv solib bo'lmaydi endi. Endi nima qilaman bu yerni? Barchaga salom, sizlar bilan Kompot va obunachilar organlar kelib, mana bu yerdagi quduqni olib tashlashdi. Nimaga Kompot desalaring? Chunki bu quduq sifatli suv chiqarmayapti ekan. Endi qishlog'imizda quduq ham yo'q endi. O'zim qursammikan, bilmay qoldim obunachilar. Ana bu yerda ham iflos kir suvlar bor, lekin bizga toza, sifatli suv chiqaradigan quduq kerak obunachilar. Balkim o'zim qurarman, nima deysizlar? Wow, da, ajoyib ideya. Axir o'zim qursam ham bo'ladi-ku. Kompotning qudug'i bo'ladi obunachilar. Wow, menda ideyalar kelyapti. O'zimni ranglarimdan foydalanib quraman. Kompotning qudug'i bo'ladi obunachilar. Wow, ajoyib. Hozir men endi bu yerga quduq quraman, chunki quduq qishloqqa vobshe kerakli narsa. Siz tezroq kanalimga obuna bo'ling. Hoy, Kompot, nima qilyapsan? Xullas men mana bu yerdan Kompot degan nomli quduq qurmoqchiman. Nimaga aynan Kompot? Chunki o'zim qurganim uchun qishloqi. Nima, jiddimisan? Hamma uchun qur. Hech qanaqa Kompot kerak emas, shundaymi? Hamma uchun. Nima ishing bor seni? Axir qurib beryapman-ku, sifatli suv chiqaradigan quduq. Kompot, men ham quduq qurishni xohlayman bo'lmasam. Yo'q qishloqda o'zi bittagina quduq yetadi. Nima qilasan ikkita quduqni? Hoy, Kompot. Yo'q, mayli, men hozir kerakli narsalarni olib kelaman. Obunachilar, mana olib keldim narsalarni. Xo'sh, qishloqqa nima bu yerda turibsan? Ketaver. Yo'q, men hech qayerga ketmayman. Men ham quduq quraman, Kompot. Quduq? Nimaga quduq qurmoqchisan? Nima deyapsan sen? Qishloqqa o'zingcha. Mana quryapman-ku. Nima ishing bor seni? Yo'q, davay, quduqlar jangga qilamiz, Kompot. Quduqlar battle bo'ladi. Men qishloqlar uchun quraman, sen esa o'zing uchun quduq qurasan. Oxirida esa obunachilaring hal qiladi. Kompot kommentariyaga yozib, nima deysan? Oldin ham qo'ygandik bizlar mashinalar jangini. Xo'sh, bu safar sen yutgandek mashinalar jangini. Endi bu safar men yutaman, Kompot. Yo'q, qishloqqa bunaqa narsa bo'lmagan narsa. Kel, yaxshigina o'zimni qudug'imni qurib o'tiraman. Mana bu yerda bitta blok qo'yish kerak. Nima? Qo'rqyapti Kompot, qaranglar. U battle qilishdan qo'rqyapti Kompot. Yo'q, nimaga kulyapsan? Qishloqqa men hech narsadan qo'rqqanim yo'q. Nima deyapsan? Davay, unda battle qilaylik. Menga xalaqit beryapsan. Qochib tur qishloqqa. Yo'q, nima? Yo'q, qochmayman. Davay, battle qilamiz, Kompot. Jonga tegding-da sen qishloqqa. Qanaqa battle, nimalar deyapsan? Nima? Qolishingdan qo'rqyapsanmi? Bo'lmasam Kompot. Voy, Kompot qoladimi? Davay, battle qilamiz. Davay, bilganingni qil qishloqqa. Men hozir qudug'imni bitirib olaman. Obunachilar, siz tezroq kanalimga obuna bo'ling, videomga like bosib qo'ying. Sababi men tezroq birga bo'lishim kerak. Shuning uchun obuna bo'linglar. Mana o'zimni ranglarimdan foydalanib ajoyib quduq quryapman. Obunachilar, shundaymi? Sizga bu quduq yoqyaptimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring va sizga qaysi YouTuber yoqadi kommentariyaga yozib ketinglar. Davay. Okey, bunday qilamiz. Bo'ldi. Qishloqi? Nima? Qanday bir pastga mana bu narsalarni qurib taylading? Aytaman-ku, bu safar seni yutaman, Kompot. Men juda tezkorman. Qiziq, obunachilar, qishloqqa chet ishlatyaptimi? Nima deyapsan o'zingcha? O'zim qurdim bularni hammasini. Qanday men bilmay qoldim bo'lmasam? Ishing bo'lmasin, davay quduq qurishda davom et. Okey, bo'ldi. Bo'lmasam men mana bu yerni kavlab olishim kerak, chunki suv chiqarishimiz kerak mana shu yerdan obunachilar. Wow, mana bu suvni qaranglar. Suv chiqdi mana bu yerda. Ajoyib obunachilar. Endi suvni tepaga chiqarishimiz kerak. Bu yerda quduqdan suv to'lib o'zi tepaga chiqadi. Bo'ldi obunachilar. Mana shuncha suv yetadi. Qudug'imiz endi suv bilan to'ldi. Xo'sh, senikicha qishloqqa? Meniki ham to'ldi, Kompot. Rostdanmi? Qanday bir pastga bunaqa ishlarni qilib taylayapsan qishloqqa? Sen bilan birga qilyapman. Aytdim-ku, bu safar men yutaman. Juda tezkor bo'lib keldim. Mayli, ko'ramiz bo'lmasam qishloqqa. Obunachilar, davay obuna bo'linglar. Xullas, men
uyumdan what the hey, suvni ta'mini o'zgartiradigan narsalar, damlamalar olib keldim obunachilar. Suvni ham ta'mini juda zo'r qiladi va bunda sehrli narsalar ham tushishi mumkin obunachilar, hattoki quduqdan. Davay birinchi mana bu satrlarni qo'yib chiqishimiz kerak obunachilar, mana bunday qilib. Davay, mana bunday qilamiz. Xo'sh, endi mana bu yerga bunday mana kitoblarni tashlaymiz. Endi suvni rangidek bo'lish kerak yana qaytadan. Xo'sh, qani bo'lasanmi? Qani. Wow, bo'ldi. Ishlayapti obunachilar. Ajoyib. Suvni rangidek bo'ldi. Wow, yaxshi. Oxiringisi wow, ajoyib. Men juda ham xursandman. Hoy Kapot, nimaga baqiryapsan? Men qudug'imni sehrladim. Ta'mini zo'r qildim xullas. Meniki ham, men ham bo'ldim, Kapot. Okey, davay bo'lmasam qishloqqa endi quduqlarimizni sinaymiz. Okey, davay bo'lmasam Kapot. Xo'sh, davay qishloqqa, qani suvingni ichib ko'raychi. Wow, qishloqqa ajoyib, suving ta'mi yaxshi, davay. Okey, davay, endi men ichib ko'raman. Qani Kapotning qudug'ini suvi qanaqa ekan, olamiz. Bunday qilib ichib ko'ramiz. Wow, Kapot, seniki ham menikidan qo'shmaydi. Ajoyib Kapot. Zo'r chiqibdi senikini ham suvi. Rahmat senga qishloqqa, ajoyib. Demak, ikkalamiznikini ham ta'mlari zo'r suvlarni, ikkalamizniki ham sifatli. Keyingisiga ham yetib keldik qishloqqa. Bunda tilaklarni bajaradimi yo'qmi? Qani sinab ko'ramiz qishloqqa. Okey, davay Kapot, tezroq bo'l. Okey, xullas men mana buni tangani tashlayman, tilagimni aytib va o'sha amalga oshish kerak. Xullas men eng ajoyib kiyim xohlayman. Qani tashlaylik. Xo'sh. Nima? Mana bular qanaqa bo'ldi? Samurayskiy bronyalarmi? Yo'q, Kapot, rostdan ham bu amalga oshdimi? Men ishonmagan edim. Rostdan tilaklarni amalga oshtirdimi? Qishloq, mana ko'rmayapsanmi? Mana buni qara, samurayskiy bronyalar obunachilar. Wow, menga juda yoqdi, qaranglar. Wow, bu juda qattiq himoya qilar ekan meni qishloqqa. Ajoyib, seni qudug'ingga gap bo'lishi mumkin emas qishloqqa. Ajoyib qilibsan. Davay Kapot, endi men sinab ko'raman. Xullas, davay Kapot bo'lmasa men tilagimni aytishni boshlayman. Xullas, men ekinlarimni yig'ishtirib olishim uchun super nimadir, qanaqadir narsa kerak menga mazza qilib ishlatishim uchun. Okey, tayladik. Xo'sh, Kapot, nega hech narsa bo'lmayapti? Qani inventarimda hech narsa paydo bo'lmadi Kapot, sen qolding. Ortingga qara qishloqqa. Yo'q, mana bu nima bo'ldi Kapot? Mana bu nima? Qaranglar, mana bu nima? Nima bu, traktormi? Rostdan ham, axir bu meni ishlarimni vobshe yengillashtiradi-ku. Endi men mazza qilib ishlayman bu traktorda. Qaranglar, mana bu traktor sizga yoqdimi? Kommentariyaga yozib ketinglar, qishloqning obunachilari. Wow, Kapot, ajoyib. Seni ham qudug'ing shartlarni, yo'q, shart emas, orzularni bajarar ekan. Ajoyib Kapot, menga yoqdi qudug'ing. Men ham ishonmagandim, lekin bajaradi, lekin bajarish kerak, chunki shuncha sehrlar qildik, damlamalar soldik. Xullas, men yana tilak aytaman, menga uchadigan vertolyot kerak. Qani? Xo'sh, qishloqqa nimadir bo'ldimi? Kapot, yonga qara. Yo'q, mana bu narsa nima bo'ldi qishloqqa? Buni qara, nima bu? Vertolyotmi? Lekin men zamonaviy vertolyotni nazarga tutgandim qishloqqa. Nima farqi bor? Zattoshini chiqarib berdik Kapot. Mayli, lekin ajoyib, qaranglar mana bu vertolyotni. Sizlarga yoqdimi obunachilar? Menga esa vobshe yoqdi. Vobshe ajoyib ekan-ku bu vertolyot qishloqqa. Yaxshi. Qudug'ing menga yoqib qoldi qishloqqa, lekin aytganimni chiqarib bermadi-ku. Men zamonaviy so'ragandim. Nima farqi bor senga Kapot? Zatto bajardi-ku. Davay, endi men yana tashlab ko'raman Kapot. Qani, bu rostdan ham bajarar ekanmi? Xullas, men boshladim tilak aytishdi. Xullas, menga katta uy kerak, o'zimnikidan ham katta. Boylarning uyi kerak. Xullas, men mazza qilib yashashim uchun qani tashlaymiz. Okey, xo'sh, nimadir o'zgardimi Kapot? Qishloqqa inventaringda nimadir bo'ldimi? Nimadir paydo bo'ldi Kapot. Davay bo'lmasa uni qo'yib qo'y biron yerga. O'sha yerda menimcha uy paydo bo'lishi kerak. Okey, hozir qilib ko'raman. Qani, mana bu yerga qo'yaylik. Endi bizamiz. Mana bu nima bo'ldi? Yo'q.
O Kompot, qara mana bu uyni kattaligini, men rostdan ham mana shunaqa uy so'ragandim. Aytdimki meni qudug'im ajoyib deb. Davay to'xtab tur, men uyni ichiga kirib chiqay Kompot. Xo'sh, bu yerda nima ekan, fakirlar tushib yotibdi. Yo, bu yerda buncha sanduqlar ko'p bo'lmasa, uy ham juda katta. Bu yerda mazza qilib yashashsa bo'ladi. Ajoyib ko'p bu yer. Obunachilar, siz tezroq kanalga obuna bo'ling, videomga like bosing. Vau, buni qaranglar. Mana bu yerda pechkalar. Men mazza qilib bu yerda narsalar qovuraman. Ajoyib. Bu yer menga vobshe yoqib qoldi. Kompotni qudug'i rostdan ham ajoyib ekan. Vau, menga vobshe yoqdi. Kompot qudug'ing ajoyib ekan. Qara, men rostdan ham shu uyni so'ragandim. Bilaman qishloqqa, bilaman. Xullas, sening ham qudug'ing ancha yaxshiroq menikidan. Meni ham aytgan narsalarimni chiqarib berdi. Xullas, bugun kim yutganini albatta obunachilarim hal qiladi qishloqqa. Bilaman, boya aytganimdek Kompot. Davay obunachilaringga ayt. Okey, obunachilar, sizlarga mani qurgan qudug'im yoqdimi yoki qishloqinimi? Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring. O'sha kim ko'p ovoz yig'sa, o'sha yutadi obunachilar. Davay, xullas hammaga xayr. Sizlar Kompot, sizlar bilan Kompot bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, kanalga obuna bo'ling. Tezroq birga bo'lishing kerak. Kommentariyaga yozib keting.